Tikanli kosak kurti Aedes insulama boisdi. Tangacha qanotlilar yoki kapalaklar, Lepidoptera, turkumi, tunnamlar, Nottudae oilasiga mansub bo'lib, bu tur hasharot asosan Yevropaning Ispaniya, Sitsiliya oroli, Osiyo, Afrika va Shimoliy-sharqiy Avstraliyada tarqalgan. Shuningdek, Turkmanistonning eng chekka janubiy garbdan Armaniston va Ozarbayjonning janubida ham uchraydi. Gulxayridoshlar oilasiga mansub o'simliklarning shonalari, postloqlari, poya va shoxlarini, kurtaklarini zararlaydi. Kapalak qanoti yozilganda 20-22 mm, tana uzunligi 10 mm atrofida. Oldingi qanotlari uchburchak shaklida bo'lib, ularning oldingi chetlari qayrilib turadi. Keyingi qanotlari serbar, moylovlari ustida mayda tugchalari bo'lib, ular erkak kapalakda uzunroq bo'ladi. Erkak kapalaklarning ikkinchi juft oyoq panjalarida elpigicsimon taraladigan tugchalar bor. Kapalakning rangi o'zgarib turadi. Odatda oldingi qanotlari yashil tusda, biroq sariq va kulrang, qongir sariq, yaltiroq sariq yoki qongir rangda bo'lishi ham mumkin. Tuxumi yassi, kokish, zangori yoki kulrang bo'lib, bir uchi kertikli domboqchalar bilan qoplangan. Etuk kurtning tana uzunligi 14-17 mm ni tashkil etadi va rangi oziqlanayotgan ozuqa turiga mos ravishda kapalak singari o'zgarib turadi. Boshi qongir tusda. Tepasida kondalang chiziq o'tgan. Tanasining birinchi bo'gimidan tashqari boshqa barcha bo'gimlarda to'rtta yirik hamda yumshoq tikan va har qaysi tikanning uchida bittadan qilcha bor. Gumbakning uzunligi 9-11 mm, sargish qongir, oxirgi yonlarida 3 tadan tishchasi bor. Gumbak mokki shaklidagi juda pishiq devorli pilla ichida joylashadi. Pillaning bir uchi cho'zinchoq, ikkinchi uchi esa tomtoq, uzunligi 10-15 mm. Tropik davlatlarda qishlashga kirmasdan yil davomida hayot kechiradi. Eronda gumbak yoki pillaga o'ralgan qurt fazasida qishlab chiqadi. Kapalaklari tunda faol, kunduzi har xil pana joylarda yashirinadi. Kapalaklarning rivojlanish davri 25-30 kun. Tuxumini yakka-yakka holda jami 230 tagacha etkazib qo'yadi. Tuxumdan qurtlar chiqishi sharoitga bog'liq holda 3-12 kun. Tuxumdan chiqqan qurtlar go'zi shonasi, kosak yoki poya va shoxlar ichiga kirib, shu yerda oziqlanadi. Kosaklar muddatidan oldin ochilib chiriydi. Yosh o'simliklarga tushganda ular tez nobud bo'ladi. Qurtlar faol harakatda bo'lib, joylarini bir necha marta o'zgartirishga ulgurib, atrofdagi bir qancha hosilni shikastlaydi. Qurtlik fazasi 15-28 kun davom etadi. Yozgi avlodi tuproq betida va o'simlik qismlarida, kuzda esa o'simlik qoldiqlari orasiga, kesaklar ostiga, yoriqlarga kirib, pilla o'raydi va gumbakka aylanadi. Yil davomida 4-5 marta avlod beradi. Karantin tadbirlar va qarshi kurash choralari oldingi zararkunandalar kabi olib boriladi.